proba brilliant bu $450. $450 en şu duruşu. Gabarit. $1000'a yakınlaşadı. $750 proba brilliant. İşi ısırgan özü akı doğru mu? Klon abi. $750 proba eken. Klon özü $400. Oho. Lekin $1300 bu. $1300 en. İşi duruşu. Setup. 750 proba brilliant. Bam 750 proba da bam brilliant. Bam brilliant en. Bam $1300. $1300 eken bula. Ayna. Zor ekenlik görünüşleri. Assalomu alaykum. Qadrbek qadrdonlar, izobunachilar, kuzatuvchilar. Talab va takliflarga binoan, ko'pchilik iltimosina binoan yana oltin bozoriga keldik. Hazarasib oltin bozori narxlari ro'z oyida nishik bo'lib turibdi. Ro'z oyida skidkalar bormi yo'qmi? Birgalikda siz bilan ko'rib chiqamiz. Obzori boshimiz qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Xudo xohlasa, obzori bugun zo'r bo'ladi. Oltin do'koni kanalimizda yangilar uchun eslatib o'taman. Manzil Hazarasib tumanida, yana hokimiyat yan tarafdan kelsangiz, o'ng tarafga aylangan joyda, yana oltin do'koni, iban tarafda yana tovar bozordan kelsangiz bo'ladi. Patinkachilardan to'g'ri kelgan joydan ham yana oltin do'koni. Birgalikda baholari ko'rib chiqamiz. Mana ko'pchiliklarimiz bor, yana odam kamroq. Nechana girasizlar, ichida o'tiribdilar. Ro'za oyida arzonlashtirib, skidkalar deb berasizmi bu ajoyib narxlarda? Bulancha so'mdan ekan bular komplektlar. 830 ming so'mdan 7,5 million 8 million atrofida bo'lib qoladi komplekti. Chiroylari yetdi endi. Yangilar variantlarni aytyapsiz-ku. Yangi variantlar geldi, bunda geldi, yangilar, bunda geldi. Yangi bunda. İşinchi so'm ekan bu, boshqacha ekan bu. Ama 10 milyona varadi. Gramı katta, 12 gram, 13 gram. Yaplarım toza geldi yine. Toza bir bunda. Dorika var. Dorika, chiroyli ekan lekin ko'rinishlari. Chiroylilar. Asosiy Türkiye dorikaları. O'zbekiston dorikalarım var. Aralash. Yemizcha so'm ekan bu. Yemiz ham chiroyli ekan bu. 8,5 milyonlar bo'lsa. Gramı shunda 830 dan doğru mu? 830, 850, 820, hep birisi. Gelişip veririz. Gelişip kayıt veririz. Gelişip veririz. Bular çözüm ekan bu. Bular 8,5 milyon, 8 milyon, 800 etrafında bu para. Her xillari geldi. 800, 880, Her xillari bor ekan, chiroylari, variantlari geldi. Ne ko'rib turibsizlar? Komplektlari, xillari bor. Turistlar chizim bo'ldi bular bu ajoyiblari geldi ne? Bular gramı 800 ming so'mdan. 800 ming so'mdan, ne? Necha gram chiqadi bular? 25, 30? Bular 18, 18 chiqadi. 30'liki bor, 15'liki bor, qo'shni 20'liklar baylar asliski. Zimeykeleri bor. Zimeykeler ham bor, necha so'm bo'ldi zimeykelar hozir? Zimeykeler 850 ming so'm. 850 ming so'm. Gelişip kayıt verasizlar. Brasletlar necha so'mdan bo'ldi? Braslet 2 milyon, 2,5 milyon, 1 milyon 800. Necha gram bular? Bular 3 gram, 2,7, 2,2, 1 gramları bor. Şekillari bor, ha? Yemiz chizim ekan, kattagina ekan. Bular 2 milyon 700, 2 milyon 800'dan. 2 milyon 700, 2 milyon 800, Eng 15'likten. Ajoyiblari geldi. Yemiz chizim ekan. Hem qo'sham bor o'xshaydi. Yo'q, bular dorikalar toza bular, ne? Biri 73 gram bular, gramı 2 grama sel yetmedi o. 1,5 milyon yana qaytadiganimiz bor. Chizim ekan bular. Nima qarang chiroyli ekan bular. Qoshlari ham bor. 2 milyondan gelişiplerimi. Görünüşler ajoyib uzuklar geldi yana. Hem kalisi hem ne uzukları bor. Chiroyli uzuklar.
Axloqchilar ajoyiblari bor. Ko'rinishlarini ko'rdingizlar. Bu kichkina qizlarning sirg'alarini chizmagan. Bular brilliantlar 1,5 millionda shular yine. 1,5 million. 1,5 million. 800 ming so'm, yine bu 1 million. 1 million so'm. Maktab 800 ming so'mlar. Bular 900 dan ming. Shunday ekan. Yaxshi, rahmat Barnobga. Sog' bo'ling. Xaridorlar ko'p. Shuning uchun ovozi sal shokin bo'lishi mumkin. Ya arzon berasizmi? Arzon atib beraman deb tursiz, to'g'rimi? Ishlar yeselar bo'ldi yalnız, ha? Baholarni bir ikkisini aytib bering qani, bilancha so'm. Biz 9 million. ishlar 9 million, ha? 11 gram, ha? Chiroyligini. Bulara biraz koyu. 9,5. Bular 9,5 mı? 11 gram, ha? Bular ne yiyin bular? 6 milyon 800 ming so'm. Bular boyuna 7,5 million. Toza variant ekan. Endi ko'rinishlarini ko'rib turibsizlar. Chiroyli narsa. Chillari bor ekan. Bu 1 million 700 mingmi? Yangi o'xshaydi, chiroyli ekan. Endi bularimiz ne? 1 million 600. Chiroyli uzuklar bor ekan. Endi buni bu 2 qoshli. 1 million 850. 2 qoshli chiroyli bo'lib turadi ekan. Tozalarini kuzatib turibman. Endi buncha bo'ldi, nima qarang? 1 million 400. Yangilari. Yangi xalochilar uchun bu oddiylarang bu. Brilliant mi bular? Necha so'm bular? 1,5 million. Ko'rinishlarini o'tsa yaldirab chiroyli bo'lib turadi ekan. Oddiyroq ekan. 1 million 200 ang. Zo'rlari bor ekan lekin. Endi bizdan ham bu. 1 million 300. Muziklar bor ekan, ajoyibini ko'rib turibsizlar. Komplektlar ham bor ekan bu yerda. Bu kichkina qizg'alar necha so'm? 850. Endi bu 850 ming. Endi bu sinang. Bu kichkina qizlar bo'ladimi? 850. 1 yoshlar aytib mana. Ne bu? Buncha so'm ekan? 1 million 350 ne kepalak qilsagan chiroyli bo'lib turadi. Endi siz necha so'm ekan komplektingiz? Komplekti 5,5 million. 5,5 million. Ne bir tarafından ham bor ekan. Ajoyiblari. Yangilari bor ekan bu yerda. Bular necha so'm ekan mana? Komplektingiz chiroyli ekandim. 5,5 million. 5,5 million. Dorika mı bu? Kuyağını kulağı değil mi? Chiroyli ekanlik. Bantikang. 5,5 million so'm. 7,5 million. 7,5 million so'm ekan. Dorikang. Bu katta qoshlar necha so'm ekan? Brilliant 8,5 million. Brilliant man. 8,5 million ang. 8,5 million so'm ajoyib brilliant. Ko'rinishlarini ko'rdingizlar. Bu yerga kelsangizlar yana arzonlashtirib qaytib beradilar. Bu aytilish bahosi. Bozorda shunday baho ekan, qaytib bo'lmaydi degan narsa yo'q. Qaytib arzonlashtirib kelishib beradilar. Shundan ponni komplekt olsangizlar, umuman arzon bo'ladi. Shuning uchun tavsiya etib qolamiz. Chiroyli komplektlar qaranglar, nedan cho'tkilari bor ekan bu yerda. Har xillari, bir odam tashlanib chiroyli bo'lib turadiganlari bor ekan. Eng trendda bo'lib turganlar. Gap yo'q, ajoyiblari bor ekan. Brasletlar aytib bersangiz, brasletlar necha so'm? Deb hozirlab bu braslet yaxshi ketadi-da bular. Dollar braslet. 5 million so'm. Zimiya braslet 3,5 million. 3,5 million zimiya.
3 milyon ha? Bunları 2 milyon 800. 1 milyon 600. 1 milyon 600. 1 milyon 800. Qaytib berlerden de. Yine qaytib berasiz. Bizden qaytib berler. Yo'q, gap yo'q lekin. Ajoyib narxlarda ekan, kelaverasizlar. Qolovchilar uchun iminning korobkalari ham bor, shu o'zini olib ketishingiz mumkin. Har xillari. Görünüşlerine qaranglar, chiroylari bor. Iminning podarishni aytib beraman didorlar uchun. Shu yerda ichine solib berasizlar. Yuringlar, degan chiroylari bor. Bemalol solib chiroylatib berishingiz mumkin. Har xillari bor, shu o'zini olib ketasizlar. Podarik etaman degan insonlar uchun. Yaxshimisiz? Qani chiroyli komplektlar keldimi yangilari? Bilaman. Yaldirab chiroyli bo'lib turibdi. Necha so'm ekan? 8 milyondan qaytib beramiz. 8 milliondan qaytib berasiz. Chiroyli ekan lekin. Kim bilarizdan? Ular 11 milyon. Bu brilliantda nimada bu? Turkmen boshina. 12 milyon. Bu mu? Gramına karı. 12 milyon. 8,5 milyonluk ham bor. 8,5 milyonluk ham bor, Yine 8,5 milyon. Men tarafdagi. Bu gramında fark etadi o'xshaydi, bir-birsini o'xshaydi ekan lekin. Gramında fark eder. Lekin ko'rinishlari chiroyli ekan. Gap yo'q. Yumuzcha nima ekan? Ulan 8 milyondan qaytib beramiz. 8 milyon ekan. Beramiz. Gramını 800 ming so'mdan beramiz. Gramini 800 dan berasiz. Gap yo'q lekin. O isirg'alari o'zlari chizim ekan. 3,5 milyon. Bu 3,5 milyon bu sanang. Bu maktabchilar. 100. Yimmiz neyim bu? Ulan 3,5 milyon. Ulan qaytib 3,5. beramiz. Isirg'ani o'zlaringni ko'rib turibsizlar, ajoyib bu. Endi uzuklar chizim ekan. 3 milyon 102'ler. 3 milyon. Bundan kichikroq 2 milyon. 2 milyon. Bunu brilliant iğnesi boyuna 6 milyon. Bu 6 milyon ha? Brilliant qilaq bu. Ha şu brilliant hem kadim ki. Qadimki. Yine görüşmek yine şu yüzükler köp alıp durttular yine 1,5 milyon 1 milyon 400 veremiz. Yine bunlar alıp durttular yigitler görüşmek 2 milyon. Lekin hakikaten chiroyli ekan lekin biz. Elilla bilan görüşgende love story çalıp durttular. Ha, 2 milyon görünüşleri chiroyli ekan, ko'rib turibsizlar, yaldirab chiroyli turadi. Gap yo'q. Ajoyib. Yine brilliant yüzükler alıp durttu. Bizcha so'm. 1 milyon 800. Bu salomlara ya gelin qo'lina takmak ha? Gelin salamına halası emmesi. Yim bo'lsam chiroyli ekan lekin. Bu 2 milyon. 2 milyon ekan. Ballar yüzükü. O'g'il bola kim bu? Imom o'g'il bolalar ya. Ulan oğlum. Erkeklerimiz, yigitlarimiz uchun ham muziklar bor ekan. Qolovchilar bo'lsa gap yo'q. Yüzükleri keptek çok milli savgalamızdan boyuna koşup veremiz yanında. Bu ne olsa bu? Koluna gelirler, koluna yüzükler razmeri kepte bulsa kiçeytiradi yani. He, razmeri sal kattaroq bo'ladigan bo'lsa kichaytirib qo'lna bo'lib turadi, ha? Bo'ladi. Endi bu nelaringiz necha so'm endi? Brasletlaringiz bunday oladimi? Tros. Bo'yin. 850 ming so'mlar siz. Bular rossiyska, ha? Izim ekani o'zini. O'zlarimizda chiqqani bo'lma 780-800 beradilar. He, o'zimizda chiqqani arzonroq 780. 850'den kilolar bo'yinlar. 750'den. Bular 750 dan, ha? Ishi durishni chizmagan buni, chiroyli ekan bu. 16 milyon. 16 milyon, ha? Nelari bilan birga. Chiroyli. Aytılışda bu 4 milyon, 3 milyon, 1 milyon bo'ladi. Berkeklar 6 milyona beramiz gelishi. Bundan ham gelishib beramiz. Bundan ham tushib berasan. Ramazon bayram munosabati bilan arzonlashtirib, skidga aytib beraman deylar, shu yerga kelasizlar. Yana ajoyib ko'rdingizlar, shotki narsalari bor, uzuklar ham har xillari bor. O'zlari aytib, agar tanlamasangiz o'zlaringizga yarashadiganini sizlarga saylab ham beradilar shu o'zimda. Yana har xillari bor.
Bu komplek alasa bundan hem kaytaslar doğru mu? Beremiz. 200 ming so'm qaytgandan keyin ham kelishib beramiz. Ana. Yana qaytib kelishgandan keyin ham agar pulni komplet qiladigan bo'lsangiz yana 300 ming 400 ming so'mdan yana qaytib beraman dedilar. Yana Bo'lmasa kelaveradi. bo'ldi ishora kelasizlar shepkama yandan kelsangizda ishida ajoyib narsalari, uzuklari, siralari, tillalari bor kelaverasizlar. Mana yana mag'amana keldik. Her türlü kempilikle var yine. Boyunla var, kolonlar, yüzik, viskiler yine. Hemmesinden var. Hammasi bor axir, to'g'rimi? Uzuk, isirg'a, oltin desa shunda hammasidan topib berasiz. Bo'ladi, qayni baholar bilan tanishsak endi. Bahaları 810 bin son gramı. 810 ming so'mdan, 810 bin son. Bular 780 bin son. bular 780 dan. Hava. Zimikeleri 850 bin son. Nimaga 850 dan ekan? Havo. Kolonlar ham 810 bin sondan gramı. Tereziye taşap veren. Chiroylari bor ekan, ha. Kempilikler hem yine bütün. Film makinesi bu aynı. Qani Yani. necha so'm bo'ladi ishi? 810 bin son gramı. Havo ishi 1 gramı. Litremiz 810 bin. 919. 7,5 milyon son bola. 7,5 million so'm ish komplekt Ha. qilish. 810 bin son 1 gramı. Debik. 810 ming so'mdan gram ekan. Halanınız, halasanız brilyantı, halasanız iminli monikalısı, halasanız brasletler, yüzükler 810 bin. Alo. Ha, hammasini grami 810 ming so'mdan Bo'ldi, tutdilar. gördüm. Faylisiz olasiz 810 ming so'mdan. Telefonu verem. Mana gap yo'q, ajoyib. Shuncha so'm ekan ishi? Gramı 810 bin son. Ha, tashab berasiz Tereziye teraza. taşıyımız 1 gramı 810 bin. Terazaga tashab beraman deylar, necha gram chiqadigan bo'lsa 810 ming so'mdan yirib beraman deylar. 2 gram chiqsa 1 million 600. Mana uzuklar har xili. Şahı. Gap yo'q. Kimin nakmı başka mı şok götürüp veren farkı yok. Istagan to'lov usullar. Halan tulu. Tushunarli. Gap yo'q. Bo'ladi, yaxshi. Sog' bo'lasiz. Geleversin. Xudo xohlasa. Men ham bir narsa, agar oltin sachcha qo'ysangizlar ham to'g'ri shu yerga kelishingiz mumkin. Shu yerda oluvchilar bor. Oltinlaringizni xaridan metodlar kerak bo'lsa, xohlasangizlar olib ketishingiz mumkin. Ajoyib, hamyonbop narxlarda. Yangilar obuna bo'lib qo'yamiz. Kim, Bernab kim toza do'kon ochibdilar. Endi hozir kirib bedagi baholarni ham bilib chiqamiz. Qani bu endi toza do'koniz eng. Xudo xohlasa. Akşamını açtık. Birden bir kızım oturardı. Bizim hem durama regl olup geldi. Klientler gelse Xudo xohlasa gelişip. Ardın atıp beresiz. Hava. Koldan gelen içerli. Gelediler, soruyordular. İsteyen bakasından. Gelişip veremem. İşletip, chiroylatib qo'yibdilar, ana ko'rib turibsizlar. Uzuk ishlami. Dükkanımız 310. magazin atıp numara koyamız. Erten Xudo xohlasa afişalarını yapıştırıp. Ajoyib komplekt. Toza yubulla geldim onda yine. Şoylar, dorikalar tozalarından geldim. Ne bularga qaranglar, ne degan chiroylari yapti, ko'rinishlarına qaranglar. Komplektlar. Bularcha so'mdan bo'laydi. Komplektlar chiroyli. 8,5 milyon, 7,5 milyon yapılar yine gelişip veremiz. Gelishib qaytib Asası beradi. Türkiye dorikaları, Özbekistan dorikaları mı bu? Kaysından deseler veremiz gelişip. Komplektlar zo'rlarni aytib qo'yibdilar. Turkiya dorikalarni aytib qo'ydim dedilar. Arzon atib kelishib beraman dedilar. Ro'za Ramazon oyida qaytasizlar, to'g'rimi? Xohlasa var. Klientler xafatimiz. Ina klientlar xafatimman dedilar. Ro'za oyida kelib bemalol. Bir so'm kalsam beraman gelişip. Gap yo'q lekin bu o'zim chiroyli ekan, bu chizim ekan bu. Hoşay. Aşıla 8 milyon, 8,5 milyon bolup baradi. Yüzüklerim dim kalın. Shuni aytaman odim dahshat chiroyli narsa ekan. Cho'tka bo'lib turadi ekan, haqiqatda zo'r narsalar bor ekan bu yerda. Gap yo'q, komplektlari har xil. Detaylar tozalarni aytib keldingizmi endi? Kuzatib aytgan shuni. Eskiler brilyantları geldiğine. İşine brilyant. Bısam, ina bısam brilyant. Brilliant xillar ham keldingiz. Yine tozalari keldi, yine ko'rib turibsiz odam. Brilyantları gelişip veremiz gelseler. Necha so'mda endi bo'lay bu ko'rinishlari, chiroyli kumon, ey.
Bular 1,5 milyondan 2 grama yakın nesi gramı özü brilliant. Özü bir Rabini yani. palatada o'tgan bular. Bular rushnoy izdiyle emas, zavod narsalari. Zavod. Yine bulsa 1 milyon. Bana 1 milyondan qaytib beraman. Bular brilliant. Görünüşlerini gördünüz adam chiroyli ekan yana. Chiroyli. Hakikaten toza narsalar gerek. Ya. Bir dona bo'lib beraman deganlar uchun ya, ajoyib komplektatsiyalar, uzuklar, sirg'alar, yangi trenddagi narsalar kelaverasizlar. Shu do'konga kelsangizlar, shu Bernabkam Ro'za Ramazon oyida arzonatib qaytib beraman deb turibdilar. Başka vaqtda kelsalar ham arzon beraman. Hamma vaqtimdan kelishib. Hech kim xabar vermaysiz. Xudo xolasa yo'q. Bizning yine bular 800 dan qaytib beraman. Bular 800 dan, Evet. Zimikeler hem 850 dan gelişip beraman. Yine bu kobralar 2 rossiyskiy, haqiqiy. O'zbekiston kisamba. Bular gram arzonroq. O'zbekistonga arzon bo'ladi. Evet, sel arzonroq Sel bo'ladi. farq etadi. O'zim kelsalar ham tushuntirib beraman, o'zi bilinib qo'llar vaqti bilinadi bu narsani chiqib. Hakikaten qo'lga olganning ko'rinadi baribir. O'zim aytdim, 10 so'm qolmasin, 1 so'm qolsin, lekin shu klientlar xursand bo'lsa bo'lsin deb turibdilar. Yo'q, gap yo'q. Yine ajoyib sirg'a uzuklari, to'lalari bor. Kelib bemalol ishdan xarid qilishingiz mumkin. Nomerlarni yozib qoldiramiz. Mana bu yon taraf Muzaffar akam do'koniga kirib chiqamiz. Shuning uchun har doim yangiliklari, ajoyiblarni aytadilar har safar. Shuning uchun bemalol shu yerga kelishingiz mumkin. Hozir birgalikda yana baholarni so'rab chiqamiz. Qancha bu oltilari baholari bilan donishtirsangiz, qani bir de sirg'alar, uzuklar bor ekan ajoyib. Bular chizmagan. Bular 1,700,000. 1 milyon 850 gramı. 850 dan gramı. Geliştiriladi. Bular 780 dan. Bular ham qaytib beriladi. 780 milyon. Yana qaytib beradigan bor. Endi buncha chizmagan bu. Bular brilliant qosh 750 dan. İşi duruşu 750 misinmi? Yo'q, gram 750 dan. Gram 750, işi duruşu Uni shu duruşu 1,200,000 lara tushib boradi. 1,170 lar aytib beriladi. 1 milyon 170 eng. Podarkaga, enaga yaxshidan. Shuni aytaman, ko'rinishlar chiroyli ekan. Endi biz chizmagan bu. Bular ham 1 milyon 400 lara beramiz. Qadimki narsa, bu qosh naturalniy. Rossiyskiy eng. Avan. Chiroyli ekan. Endi bizning Bular 2,5 milyon. 2,5 milyon eng. Görünüşler chiroyli ekan, uzuklari. Endi bizning 750 proba brilliant bu, 450 dollar. 450 dollar eng shu duruşu. Gabarit. Gabarit ekan lekin. Brilliantlar ham chisti. 450 dollar xolovchilar bo'lsa, Bu ne 585 proba. bu 585 pro bor. Hozirgi quloq döşadan sezona moda bo'lib turibdi-dan. Necha so'm bu? Svetofor 583 proba, krashinni oltin 1,800,000 so'm. 1 milyon 800 ming so'm, lekin chiroyli ekan, lekin ko'rinishlar. Yine bu variant ham bor. Bu variant ham bor, bu boshqa chiroq ekan. Bizim şu sırgala 2,5 milyon. Bular. Yine bular gram 750 dan rossiyskiy. Rossiyskiy. Bu endi maktab yoshidagi qizlarga to'g'ri keladi, to'g'rimi? Maktab qizlari uchun sirg'alar, xolovchilar uchun. Bular geldi, podraskoy sırgala. Chiroylari yapti, hakikaten ko'rinishlardan. Yine bular geldi. Moda bu hiç qachon modadan kamilon shariki sırgala. Bunun her xil neleri var, razmerleri var. Kattasi, kichkinasi, yetishkisi bor. Yetishkilar ham bor. Yine bu kichkina xilasi. Bular chizmagan. Bular Sirg'alar. bular mana bahosi endi netamiz 1000 dollarga yaqinlashadi. 750 proba brilliant. Ishi sirg'ani o'zi haqida, to'g'rimi? Hali bahosi to'shni aniq emas ekan, lekin shunga yaqinlashadi deydi, ko'rinishlaridan. Buni oltin bilgan odam biladi-da, buni nima narsaligini. Ya hakikaten ham chiroyli ekan, ko'rinishlaridan qarang. Qoshlar original, zo'r narsa. Brilliant qosh. Zo'r ekanligi. Chotki narsa ekanligi, haqiqatligi. Bu ban taraf komplekt o'xshaydi mana. Bu oq qosh, reality qosh. Bu esa 5 milyon. Gelishadoni bor. 5 milyon. Gelishadonimiz bor yana. Endi bizning endi ko'kiz. Bu
Kadimki narsa 6 milyon geliştiriladi. Feruzaka. Feruza qo'shing 6 million kelishadilar ekan. Endi biz chizmagan. Bu şampanski komplekt bular ham 5 milyonlar atrofida bo'lib qoladi gelishganimiz. Yana yurtislardan cho'tki narsa. Gap yo'q lekin. Bu o'zini chiqyapti bo'yi. Bu ham brilliant kosh. Gram 820 dan giriladi komplekt. Kompleki. Ha. Tumalaga yeminli. Hozir Ramazonda shunday baho bo'lib turibdi. Bu charxpalak komplekt. Charxpalak deyiladi. Ha. Gram 820 dan taraziga tashab girib beriladi. 820 dan. Lekin chiroyli aytsak ekan. Ko'rinishlari zo'r ekan, gap yo'q. Endi troslariz. Bu braslet troslar. Nima? Yana qadimki rombik isirg'alar 4 million 200 gelishadonimiz bor. Gelishadonimiz bor. Nima talab jo'l deyiladi. Bunun yo'q xili gullar bor. 4 million bitadi. Bo'ladi. Endi bularga bir ikkisini aytib o'tsangiz. Gramcha so'mdan bular. Bular gramdan 800 dan beramiz. 800 so'mdan bular. 50 de unutturup keyin qaytib olib tashladim. Keyin izini olib tashladim hozir. Izini olib tashladim. Gap yo'q. 82'de bize ozgina qolib qoladi. Zo'r narsa ekan. Bu kobralar bular 800 deb 780 760 gacha tushib beramiz. Bizim ekan axir. Bular 850 dan 850 dan. Nimaning narsalar ham bor ekan. Qolovchilar uchun. Bu 750 proba klon. Klon axir. 750 proba ekan. Klon o'zi 400 dollar. Klon o'zi 400 dollar. Oho, lekin klonimizdan klon ekan lekin. O'zi kichkina ko'ringan bilan gramman ko'p ham qoshlari asl brilliantdan katta bo'lsa. Gap yo'q. Imizcha zamagan. 760 dan. 760 dan gramma, to'g'rimi? Har xil gramlar bor axir, 10 dan tutib 30 dan. Ondan tutib 30 achaba. Ko'rinishlari. Gap yo'q. Bularsa nima bo'ladi? Qo'lada qadam nima? Allah bular shunday qo'ladakadon narsa Turkiyaning original narsasi 80 ming so'm 50 ming so'm atrofida sotilmoqda. Gram sotilib turibdi. O'zincha so'm bo'ladi buni shu bir donasi. 55 ming so'm. Ishi turishi 55 ming so'm. Ha. Gap yo'q lekin. Zo'r narsa bu moda 8-martda. Bu ham oltinmi shunda? Yo'q, bu narsani ko'p qizlar tushunadi, bu narsani. Bo'ldi, tushundim men. Meni detskiy sirg'alangan 800 ming so'm. Har xil qoshlar bor. Hozir sezona shunday vaziyatda turibdi-da. Yangi tovarlar kelib turibdi. Ne ko'rinishlarini qaranglar, endi chiroyli narsalar bor edi. Gap yo'q lekin. Ziyod grammi, qoshliligini evazini 800 ming so'm deb turibmiz, qaytiladoni bor. Yana qaytiladoni bor. Endi bu narsa isirganmi? Ava 4 million 200 deb turibmiz. 4 million 200 deb turibdi. Alma degan isirgadan. Bu almadan isirgan. Ko'pchilik ham yaxshi ko'rib oladi bu narsani. Zo'r narsa ekan lekin. Buni bu isirgan, bu uzuk ekan, ha? Ava 1 million 450 ming. 1 million 450. Hozir moda bo'lib turadi. Endi biz chizmagan, bu chiroyli ekan. Bu 1 million 400 195 gram, gramdan qarab pul chiqadi. Ya, buni har xil gramlari bor, ha? Bir ish qilib eng oxiri 198 gramdan boshlanadi. 2,5 acha bor. Arzon roza Ramazon qur'oni uchun ham 760 780 atrofida beja sotilib turibdi. Zimelkadan boshqa narsalardan brilliantlar 850, zimelkalar ham 850. Bular toza ekanmi bular? Har xil rangda ku. Bo'ladi 225 proba. Kumushlar bular. Necha so'm bo'ladi donasi? Bular 170 160 dan tushadi donasi. Kumush. Grammi 40 ming so'mdan. Kumush gram 40 ming so'm ekan. Endi qolovchilar bo'lsa, endi kumushlar ham bor ekan. Kumush uzuklar endi chiroyli ekan. Har xil ranglari bor ekan. Bular endi padarishni aytib ketibmizdan bular. Yaxshi ko'rib oldi 8-martdan. Yo'q, gap yo'qligi zo'rlar bor ekan. Yaxshi, rahmat. Bu tarafga o'tamiz. Bu tarafda
Joyam yok. Ne? Sizde variantlarım köp ekan. Üzüklari, variantlari yana katta hatırlayıcı. Kettiluchi. Probada yine az başı boktu sitafon. 750 probada bu komplekt işi. $1300 bu. 1300 dolar hein? İşi duruşu seta. 750 proba brilliant. Bam 750 probada bam brilliant. Van brilliant hein? Bam $1300. 1300 dolar ekan bola ayna. Zo'r ekanligi ko'rinishlari. Bu brilliantlar 850, 830 her xil beramiz geliş. Ne bam kadimki vejler bu. Bizde de eski narsalar köp rossiyski. Ha, rossiyski qadimki narsalar, doğru mu? 4 milyon 200'e çever botmaz bunları. Rozikleri. Firuza kaçla bu? 3 milyon 600, 4 milyona çek. Ne bula brilliantla bu. Brilliantlı. Bam brilliant yine jimşukla bu. Nim katta bu. Gramam kette. Güzel yaxshi narsa. Necha so'm ishi? Sirg'ay.